Assalomu alaykum, hurmatli No'qat qarshi motor kanaliga ta'sirlar. Bugungi kunga 7 fevral 2023 yil biz ikkinchi kuni keldik. Ama odamlarga aytib qo'yarchi, Qirg'izistondan polniy пособие so'z pensiya tushdik. Olib olingizlar, kurslar qanday bo'lib qoldi ekan? Sizga ma'lumot beramiz. Pensiyadan 10 da chiqdi qasaç. O'sha so'z pensiya пособие tushib turibdi. Tutganlar Qirg'izistonda olib olingizlar. Ketdi unda bank jana ko'rsatib. Hurmatli tuganlar, rubl kechaga deyil ekan, qarangizlar, 86 so'm 30 tiyin dollar, 93 so'm 40 tiyin euro, 21,5 tiyin rubl ekan. Kompaniya bankda hurmatli tuganlar, qaysi bu boshqa banklar bor, boshqa banklar qanday ekan ko'ramiz. Hurmatli tuganlar, hozir Boqay bankka keldik. Boqay bank telefoni shunday ekan, rubl bilan dollarlarchi. Qarangizlar, euro polniy bir deyil ekan. 21,5 tiyin ekan rubl. Hurmatli tuganlar, qarangizlar, dollar 86 so'm 30 tiyin, euro 94 so'm ekan. Qarangizlar. Finka bankda sal ko'tarilib qolibdi, rubl qarangizlar. İşte ko'tarilmish bo'lib qolibdi. Hurmatli tuganlar, biz hozir Eko Islom bankka keldik. Dollar bo'lsa 86 so'm 30 tiyin, euro bo'lsa 93 so'm 50 tiyin, rubl bo'lsa 1 so'm 21,5 tiyin ekan. Hurmatli tuganlar, qarangizlar. Hurmatli tuganlar, shu bilan No'qat qarshi motor kanali sizlar bilan qo'shishadi. Doimo omon bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar. Ko'zlar tinchlik bo'lsin. No'qat shahridan baringizlarga jalimiz salom aytmoqchimiz. Пособие so'z pensiya tushib turib olingizlar. Pensiya 10 da tushib turibdi. Kelib olingizlar. Qirg'iziston qaysi yerda bo'lsa ham like bosib kommentariy yozib qo'ying. Hurmatli tuganlar, assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.